Bu ko'ylagimizni do'konimizga kelishi bilan juda ham tez sotilib ketdi, lekin повтор so'ragan klientlarimiz uchun juda ham katta assortimentda olib kelib qo'yganmiz. Как раз hozir именно yozda to'y sezoni boshlangani uchun ham shu ko'ylaklarimiz ayni damda qizlajonlar. Shuning uchun ham ko'p rasvetkalarda olib kelib qo'yganmiz. Yenglarini qaranglar, qanaqangi juda ham chiroyli qilib ishlangan, shunaqangi Swarovski toshlar bilan ishlab qo'yganmiz. Frantsuzskiy krujavalar qilingan. Aylansanglar ham bir ham chiroyli bo'lib turadi u stilida. Juda ham chiroyli rasvetkalarda olib kelib qo'yganmiz. O'zim kiyib olganim shunaqangi qora rasvetkasi, oldi qismini ham shunaqa qilib Swarovski toshlar bilan bezatib qo'yganmiz. Qattimgina turadi, umuman tushib ketmaydi. Yana krujavalarni ham ko'rib olsanglar, prям вообще asal qilib turadi sizlarni. Juda ham chiroyli 8 xil rasvetkalarda olib kelib qo'yganmiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin shunaqangi bordoviy 2026-yili eng trendiy rangi shunaqangi jigarrang. Odam kiysa babu juda ham chiroyli ko'rinadi. O'zim kiyib olganim shunaqangi qora rasvetkasi bor qizlarjonlar. Mana yenglarini asobini ko'rsatib ketaman. Juda ham chiroyli bo'lib yaltillaydi. Jigarrang rangi. Yana bordoviy krujavalarga ahamiyat beringlar. Hammasiniki har xil, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Bu yerda shunaqangi izumrudniy rasvetkasi, juda ham yengilgina maza qilib kiyib yurasizlar. Va shunaqangi baqlajon rasvetkasi ham bor. Bunaqa narxdagi вечерний ko'ylaklarni faqatgina Hadicha brend do'konimizdan olsangiz bo'ladi. Atigi 250 ming so'mdan boshqa hech qaysi do'kondan topa olmaysiz. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 46 dan 64 gacha bemalol mos keladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bor. Agarda ko'zim bilan ko'rib ketaman desangiz, bemalol do'konimizga kelsangiz bo'ladi.